Assalomu alaykum, hurmatli aziz mutaxassislar. Sizlar bilan g'oyibona shunaqangi bir ajoyib darsda ko'rishib turganimizdan chin yurakdan xursandman. O'ylaymanki, yuqoridagi barcha darsimiz sizlarga maksimal darajada foydali bo'lmoqda va Word bo'yicha o'zingizning yangi qirralaringizni kashf etmoqdasizlar. Bugungi darsimiz ham an'anaga muvofiq yana bir bor qiziqarli dars bo'lib, haqiqiy tashrif qog'oz loyihasini yasashni o'rganamiz. Ya'ni vizit karta deydi. Birinchi navbatda qog'ozimizni Word dasturida maket bo'limi, demak, razmer bo'limidan другой razmerga kirib o'zgartirib olamiz. Tabiiy holatda qog'oz razmeri A4 bo'lgani uchun eniga va bo'yiga shunaqa razmer bo'ladi. Eniga 15 va bo'yiga esa 10 sm qilib olamiz. Mana bunaqa ko'rinish paydo bo'ladi. Xuddi taklifnoma qog'oziga o'xshab qoladi. Ana endi bunga bir bezaklar berishni boshlaymiz. Birinchi navbatda qog'ozimizni konstruktor svet stranitsadan другой svetga kirib, mana bu yerdan ranglar tanlaymiz. Demak, bir-biriga yaqin ranglar tanlaymiz. Orqa fon rangi to'q rang bo'la qolsin. Mana. Ana endi vstavka figura yumaloq shakl chaqiramiz va shift bilan chizib olamiz. Xo'p. Bunga oq rang beramiz. Zalifga oq va chetini olib tashlaymiz. Contour net. Endi azizlar, shu bilan kombinatsiyalar qilib bir ajoyib antiqa bir dizaynni hosil qilamiz. Demak, men shift bilan kattalashtirib olaman va yanada kattalashtiramiz. Mana. Xuddi mana shunaqa holatda bo'ladi. Ko'proq mana shunaqa turgani yaxshi nazarimda. Mana bo'ldi. Xo'p, ana endi shuni yana Ctrl bilan tortaman va buni rangini zalifga другойdan boyagi rangga yaqinroq rangda olamiz. Okey. Va yaqinlashtiramiz. Aytsa, shunaqangi bir ajoyib sal kattaroq qilib qo'yamiz. Mana shunaqa bo'lsa yetadi. Va Ctrl bilan yana tortaman va oq rang beraman. Ko'ryapsizlar? Bu ham bir antiqa chiroyli narsani tayyorlayapmiz. Mana. Aylanani yuqoriga mana bunga tegmagan holatda ko'taramiz. Mana bo'ldi. Yana Ctrl bilan tortamanda zalifga другой svetdan boyagi rangga yaqinroq rang olamiz. Okey. Mana. Hop. Hop, endi buni azizlar qanday qo'yamiz? Bu tepada bo'lishi kerak. Shuning uchun mana bunaqa holatda bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa holatga qo'yib olamiz. Ikkinchi shaklimizni ham yana bitta oq shakl Ctrl bilan tortamanda oq rang beraman. Va endi buni pastdan bo'shga qoldirib mana bunaqa holatga olib kelamiz. Ko'ryapsizlarmi azizlar? Juda ham bir chiroyli bir antiqa dizayn tayyor bo'lmoqda. Mana. Menimcha juda ham bir chiroyli holatga keldi. Ana endi mana bu joyga tayyor QR kod olib kelamiz. Menda ma'lumotlar tayyor yig'ilgan, vaqtdan yutish maqsadida Ctrl V bilan tashlayman. Demak, orqaga tushib ketdi bu. Bo'shchaga bosib Ctrl V ni bosaman. Hop. Format figura, obraz soединения, рисункка bosaman mana. Va mana bu joydan eng oxirdagi bosaman. Shunaqa paytda qaytarib o'taman yana. Dars shu joyida yana bitta chiroyli bir takrorlash bo'lsin. Ko'pchilik o'quvchilarimda kuzatiladi. Ya'ni rasmni internetdan olamizmi, biror bir xotiraning bitta papkasidan olamizmi, Ctrl S bilan tanladik. Mabodo mana bu
kursor yoki mana qog'oz tanlangan bo'lsa, Ctrl V qo'ysak, o'shaning ichiga tushib qoladi va mana bunaqa qilsak, rasm chiqmaydi. Rasm yo'q. Qog'oz yutib yuboradi o'z ichiga. Shunaqa tushuntiraman, osonroq tushunish uchun. Bunaqa paytda mishkani bo'sh joyga bosib olamiz, ya'ni qog'ozdan tashqariga mishkani bosib olamiz va Ctrl V ni bosamiz. Mana endi qaraydigan bo'lsak, mana ya'ni rasm yo'q. Endi bunaqa paytda shaklni ustiga tanlaymiz. Format figura, oblast видения mana risunok chiqib turibdi. Risunokni tanlab olganimizdan so'nggina mana rasmni borligini anglatish maqsadida mana bunaqangi nuqtalar paydo bo'ladi va mana bu maxsus parametr razmetki turadi. Bundan eng birinchisi, eng oxirdagisini bosamiz va barcha shakllar ustiga chiqishini anglatadi bu. Mana buni alt bilan kichraytirib olaman. Bir xil kichrayadi. Hop, standart. Taxminiy QR kodini Google dan olganman. Mana shu yerlarda tura qolsin. Mana bo'ldi. Xo'p, ana endi navbat mana bu joyda kompaniya nomi, shiori va logotip turishi kerak. Bizda rasm bor. Bo'sh joyga bosib olaman. Ctrl V. Mana rasm tushdi. Demak, buni ham birinchiga chiqarib olaman. Mana alt bilan kichraytiraman. Buni dumaloq shaklga olib kelish uchun format risunokdan hop, obrizat po figuradan dumaloq shaklni tanlayman. Mana bo'ldi. Alt bilan kichraytirib olaman. Va mana bu joyga qo'yamiz. Xo'p. Endi aytish mumkin ko'pchilik bizni mana bu logotipimiz sariq qora. Nimaga bu ko'k rang? Shu joyda to'g'ri savol bo'ladi. Qog'ozni rangini keyin o'zgartirib ketaveramiz. Xo'p. Endi yozuv maydonini chaqirib olaman. Stavka figura ekranida. Kompyuter asri uchun bo'layotgani uchun bu vizitga kompyuter asri deb yozaman va yozuvni kontrollar bilan belgilab qalin qilaman. Hamda kattalashtiraman. Orqalarini olib tashlayman. Zalivga net va kontur net qilamiz. Mana bo'ldi. Demak, yozuvimiz razmeri 16 ekan, shuni 20 qo'yamiz. Mana. Ana endigi navbat sal pastroq tushiramiz. Hop. Mana shunaqa bo'la qolsin. Tepadan va pastdan bir xil joy tashlashimiz kerak, shuning uchun. Hop, endi shior yoziladi. Ctrl bilan tortaman. Misol uchun shiorimiz qadriyatlar tutashgan maskan. Demak, qadriyatlar birlashgan maskan deb yozamiz. Kontrollar bilan belgilayman va shriftini baxin shrift, ingichka shriftga qo'yaman. Mana. Bundan ham ingichka shrifti bo'lsa qo'yamiz. Mana, bor ekan va yozuvni kichraytiramiz. Mana. Mana shunday holatda bo'ladi. Demak, bu kanalimizning shiori hisoblanadi va endi tagdagi qilchiqlarni olib tashlaymiz. File, parametr, правописание va eng oxiridagi ikkita funksiyani o'chirib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Demak, ana endigi navbat kanal asoschisi va mutaxassisligini yozamiz. Demak, kompyuter asrini Ctrl bilan tortaman. Emblemani boshlang'ich joyidan boshlab o'zimning ism familiyam Rusbek Mavlonov bo'la qolsin. Bek Mavlonov. Xo'p, yozuv razmerini 16 qilamiz. Mana va mutaxassisligimizni yozamiz. Mutaxassisligimiz kompyuter sohasi mutaxassisi. Mana kompyuter sohasi mutaxassisi deb yozib qo'ydim. Mana azizlar. Xo'p, ana endigi navbat
bizni ijtimoiy tarmoqdagi ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimizni kiritib o'tamiz. Birinchi navbatda telefon raqam. Mana bunaqangi dumaloq shakl chaqirib olaman va chetini rangini qora qilamiz. Ichini rangini esa sariq rang qilsak chiroyliroq bo'ladi. Другой svetga kiraman. Taxminan mana bunaqangi rang bo'lsin. Mana bo'ldi. Va chetini rangini, qalinligini esa torshinasini taxminan 225 qilib qo'yamiz. Bizda tayyor ikonkalar bor. Telefon raqam bo'lgani uchun Ctrl C bilan V tashlab olaman va buni ham ustiga chiqaraman. Alt bilan kichraytiraman va ichiga joylashtiramiz. Yaqinlashtirib olamiz. Mana bo'ldi. Demak, Ctrl bilan yana tortaman shuni. 2 ta 3 ta bo'la qolsin va ichidagi rasmlarni o'chirib chiqaman. Demak, bu yerga bizni ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimiz mana alt bilan kichraytiramiz. Mana juda ham chiroyli holatda joylashdi. Keyingisi esa bizning lokatsiyamiz. Ctrl C va tanlayman. Eng yuqoriga chiqarib olaman va alt bilan kichraytirib olaman. Mana bo'ldi. Xo'p, endigi navbat telefon raqamlarimizni yozamiz. Ctrl C V yozuv shriftlarini baxin shrift qilamiz. Qalin bo'ladi va yozuv razmerini kichraytirib olamiz. Taxminan 16 14 qila qolamiz. Xo'p, orasidagi bo'sh joyini yo'qotish uchun Shift Enter bilan pastga tushirishimiz kerak. Enterni bosadigan bo'lsak, ko'p bizga joyini olib qo'yadi. Mana bo'ldi. Ikkinchi ma'lumot. Ijtimoiy tarmoqlarimiz birinchi qatorda uchcha kompyuter asri yoki computerasr.com kompyuter asri.com deb qo'yamiz. Shaxsiy veb-saytimiz va bizning manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimizni quyidagicha kiritamiz. Xo'p, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Demak, bu yerda hozir ko'rib turganlaringizdek ma'lumot rasm ko'rinishi tushdi. Hop, Ctrl Z bilan qaytaraman. Qaytarib yana bir urinib ko'ramiz. Ma'lumotni nusxalaman. Ctrl C, Ctrl A va Ctrl V qilamiz. Mana endi chiroyli holatda tushdi. Demak, adresini ham chiroyli ko'rinishda joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Astroqqa tushiramiz va aynan holatda joylashtirib qo'yganimiz ma'qulroq. Xo'p, aslida yozuvlar razmerini yanada kichraytirsak bo'ladi. 12 qilib ko'ramiz. Mana buni ham 12 qilib ko'ramiz. Buni ham 12 qilib qo'yamiz. Mana azizlar, juda bir ajoyib dizayn hosil bo'ldi. Endi qog'ozni rangini o'zgartirib qo'yamiz. Konstruktor, svet. Xo'p, qora. Yaxshi. Mana buni chetiga rang berib qo'ysak, yanada yaxshi bo'ladi. Format risunokdan, granitsadan oq rang berib qalinroq qo'yamiz. 1,5. Mana chiroyli holatga paydo bo'ldi. Tak, mana bu shaklning rangini ham qora qilib qo'yaylik.
Format figura, zarifka, qora. Mana bu shaklni ham orqadagi shakl. Xo'p. Bu emas, bu emas. Mana bu shakl. Qarang. Qora qilib ko'ramiz. Mana bo'ldi. Mana azizlar, demak bizni kichkinagina tashrif qog'ozimiz tayyor bo'ldi. O'ylaymanki, barchaga manfaatli va foydali bo'ldi. Albatta bajarib ko'ramiz. Va qo'shimcha yana nimadirlar qo'shmoqchi bo'lsak, qo'shimcha palasalar, gradientlar va hokazo bemalol qo'shishlaringiz mumkin. Xudo xolasa bundan keyingi loyihalarda bundan ham chiroyli va qiziqarli loyihalarni birgalikda amalga oshiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.